2018-sonli qaror kuchga kirdi. O'zbekistonda 690 endilikda gaz, elektr, suv rasmiy. Agar uyingizda hisoblagich buzilgan bo'lsa, to'lovni siz emas, 1104, 1150 uv va issiqlik hisoblagichlarini ta'mirlash yoki almashtirish xarajatlari to'liq kommunal xizmatlar zimmasiga yuklatiladi, aholining emas. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot to'laydi. Agar sizdan baribir to'lov talab qilishsa, bu qonunga zid. 1200 rasmiy. Agar uyingizda hisoblagich buzilgan bo'lsa, to'lovni siz emas, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot to'laydi. O'zbekistonda 698-sonli qaror kuchga kirdi. Endilikda gaz, elektr, suv va issiqlik hisoblagichlarini ta'mirlash yoki almashtirish xarajatlari to'liq kommunal xizmatlar zimmasiga yuklatiladi, aholining emas. Agar sizdan baribir to'lov talab qilishsa, bu qonunga zid. Ishonch telefonlariga murojaat qiling. 1104, 1154, 1255. Budjetdan allaqachon to'langan narsaga endi yana to'lama.